Çava için suydu çaşusa 5 gündən keyin aqçaş yo'qolib ketadi. Bu rasma. Ko'pchilik qanday qaraysizlarmish gapga? Beshingizdagi aqchash qayta chiqib atamdi. Chechingizning sufati nacharlashib, chash mayliq bo'lish, kepak bo'lish, chash tush qatorliq masalalar beshingizda og'ritib atamdi. Gapimni quloqni ding tutib olganmisiz? Endi chechingizni qarrangda bo'yab ma'ruf yurmang. Aqchash chiqishning sababi badningizdagi tronzi enzimining aktivligining tuvanlab, tush haltisining qor pigmentini shakllantirolmaganligidan bo'lgan. Shuning bilan chash oqirib ketgan. Agar sizga davomli aqchash chiqib, chechingizning mayliq bo'lishi ig'irlashib ketgan bo'lsa, kepak ko'p chiqib ketgan bo'lsa, asli ishingizning cho'ng ko'rinib qolgan bo'lsangiz, bu masalalarni hal qilishni o'ylasangiz, sirtdagi har xil kutmish turlarini setib olmang. Qor kunjut, qor burchaq, yapars qarchash chiqdi degandek retseptlarga ham bak ishlatib ketmang. Rasululloh hojat yo'q. Bularning hammasining ilmiy asosi yo'q. Sirtlarda bosh ulab bas chash o'sidi degandek turlarga bak ishlatib ketmang. Agar yaqinda sizga aqchash ko'p chiqib ketgan bo'lsa, o'zingizni bir qirib ketdiman deb o'ylab olmang. Amaliyotda badaningizda bu 3 xil modda kam bo'lgan bo'lishi mumkin. Birinchisi vitamin B kam bo'lsa, chash oson oqarib ketadi. Ikkinchisi litistin kam bo'lsa, chash tushib ketadi. Uchinchisi vitamin B kam bo'lsa, chash qurg'oqlashib, chash kuchi yerilib, kepak ko'payib ketadi. Sizga har kuni 2 tal berik vitamin B to'g'rilab berishingizni tavsiya qilaman. Yana bizning sizga davomli tavsiya qilayotgan Rinxa markasidagi ko'p xil vitamin B birikmasi. Buningdagi siz ehtiyoj bo'lgan vitamin B1, B2, B6, B12, Fansuan, Yeswan, Yansuan qatorli tarkiblar 8 xil tarkibning hammasi mushunga ichiga mujassamlangan. Atrofimizdagi iste'mol qilib boqqanlarimiz bizdan hozirgacha mushuni tavsiya qilib qo'yotimiz 1 yil bo'laydi-da. Mushuni sizlar agar ishlab chiqishni to'xtatmasanglar, davomli satsanglar, biz davomli qilib yeymiz. Buni davomli biz qattiq to'xtatmaymiz. Umrimizning oxirigacha elimizdan ormaymiz deyotganlar. Bir qush bir ay yeyishingizga yetadi. Yesingizni chin tutib olmagan gapimni. Erlarning chechi yaxshi, sog'lom bo'lmasa, salobatga ta'sir etadi. Mishadik ulanmaga chiqarib qo'ydim. Agar ulanmadan setilishni bilamisangiz, boshpat kirib Kofu degan xizmatlarga aloqalasangiz, xizmatchilar sizga ulanmadan mal setilishini yutib qo'yishadi.